Tayani kak polojni ulab chiqqansiz. Varid qilib. Bu aniq realda. Buni 25 emas, aka. Buni kimdir sizdan bir 12-13 millionga so'rasa ham bering, maslahatim. 94-yil Tiko 25 million deyapsiz, ha? 96-yil. Endi 25 millionga hozir buni olmaydi, aka. Endi hisoblab olaman degani, juda baland hisoblab olaman degani emas. Men necha pulga hisoblab olsam ham aka internetga qo'yib yuboraman. Endi kami yo'q, seli bir kraska qilish kerak buni. Ha, Buni rangi qolmaganda aka hozir mashinangiz rangi nima desa nima aytasiz? Aytib bera olmaysiz. Buni ushlab turish kerak ekan, o'zi. Endi buni kraskasi so'ralmaydi aka. Chunki kraska bo'lmagan joyning o'zi yo'q, u aniq. Varid ham qilgansiz. Mashina Tikoda eng yomon tomoni, Tiko sinib ketadi. Buni qarang mana. Tayani kak polojni ulab chiqqansiz. Varid qilib. Bu aniq realda. Buni 25 emas, aka. Buni kimdir sizdan bir 12-13 millionga so'rasa ham bering, maslahatim. Chista $1000 ga hisoblab olaman. Agar xo'p desangiz, lubay mashina tanlayvering. Aka $1000 kam desangiz, mashinangiz kimning nomiga? O'zingiz nomingizga turaveradi aka. Mashinangizni ham olib keting. Siz olmoqchi bo'lgan mashinani ham oformlama qilib beraman. Bir haftadan keyin menga sotingdan $1000 keltirib bering, sota olmasangiz o'zini taylab ketasiz. Bo'ladimi? $1000 dan baland sotsangiz $1000 taylab ketasiz. Aka, meni sota olmadim, mashinani o'zini taylab ketaman desangiz $1000 ga hisob olib qolaman. Undan ag'a ko'zim yetmaydi. u tarafi ham. Yo, o'zi bunday pasaysiz ulangan mashina. Ya mana beqadan. Yo, ulanmagan, yorug'i ulangan. Siz kesib ulanmagan, yorug'i ulangan. Zasori bo'ki. G'alati katta qo'l turibdi-ki. Salgina beli singan mashina. Hadi qizasori. Menga bundan hisoblab qo'yaman mashinalarni. Birontasidan foyda qo'yib sotmayman hisoblagan mashinani, o'ylamang. Shunday qo'yib oldimmi, shunday o'zim pulga qo'yaman. Mana hozir misol, mana akamiz ham Gentra olib kelgan edilar, Gentralarini hisoblab oldimda, mana shu mashinani berdim. Qani olgan aka o'zi. Yoshinabdilar-da. O'sha trading xizmatdan foydalandingizmi? Ma'qul keldi, keyin oldingiz, to'g'rimi? Ma'qul bo'lgancha oldim. Mashinangizni narxlagandan keyin bir aylanib keldingiz, to'g'rimi? Ko'ngil xotirjam bo'ldimi? Bozor kuni keliyordingiz. Chifonni ham birdan berib yoring. Mana bu chig'ol sizga Osiyo avtokredit nomidan bonus. G'uzordan ekansiz, Xeshlardan. G'uzorga Xeshlar ko'p. Sog' bo'ling, yaxshi bo'ling. Mana bu auksion nomer Osiyo avtokreditdan bu ham bonus bo'ldi sizga. Aka, shunday buni